Assalomu alaykum bog'bonlar, dehqonlar, uzum shinavandalari. Mana bu ro'parayamda turgan uzum Euforiya deb nomlanadi. Ukraina seleksiyasi, seleksioner Kalugin tomonidan chiqarilgan. Muskat ta'mli, dona yirik. Hali vaqti bor buni. Bu sort qishga chidamli, sovuqqa chidamli, -28 gradusgacha chidaydigan sort. Juda bir zo'r uzum. Hali vaqtli bor. O'tgan yil iskana payvand qilgandik. Endi bu yil birinchi yil hosili. Mana bu yoqda qilgan. Xudo xolasa keyingi yil yana o'sha kattalashadi mevasi. Mana bu yoqda ham bor. Barmog'im bilan solishtiraman. Mana. Buni nomi Euforiya. Sovuqqa chidaydigan uzum. Mana xomtok o'zi qilyapmiz, shu ortiqchalarni kesib tashlayapmiz. Buxoro shahrida bular. Mana bularimiz Moondrop Avatar. Mana kundiklari. Bu ham o'sha rangga kirgan. Mana setga nima qilish kerak o'sha? Setga kiyish kerak. Avatar bunisi. Mana bu yonidagi Yaponiya seleksiyasi My Heart. Mening yuragim. Mana. My Heart mana. Telefonda endi ko'rinyaptimi yo'qmi chiroyligi? Mana shu yerga ko'rsataman. Bu My Heart degan sort. Mana. Chiroyligini ko'ring. Mana nima deyishim mumkin. Maslahat hammaga beraman. Ekinglar, payvand qilinglar shunaqa sortlardan. Bular hali bir taxminan bir 2 oylardan keyin pishishni boshlaydi. Menimcha shu sentyabr, avgustning oxirlarida o'sha payt yana bir syomka qilib sizlarga yana chiqarib beramiz ko'rsatishga. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.